Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugun sizlarga biz MTZ 3 g'ildirak va 4 g'ildirak kapotlarini obzorni qilib ko'rsatamiz. Hammasini iloji boricha like va kommentariy yozib, tanishlikka tashab qo'yinglar va biz boshladik. Akalar, mana Telegram kirasizlar, kirgandan keyin lotin harfida poiskga MTZ zapchast deb qo'shib yozasizlar. O'shani eslab qolinglar. Mana shunaqa ekran chiqib turgandek yozinglar va 2000 podpischikli kanal chiqib keladi. Shu yerga o'tib turib podpisatsiya bosib, bemalol adminlarga yozsanglar, bo'lgan hamma narsalarni zakaz qilsanglar bo'ladi mana shu yerda.